Assalomu alaykum bizlarning mehmonlar. Rahmat Qosimjon. Aysu o'shilar sharafli. Rahimlarniki shu shodiya qizlarga yaxshimisiz? Oshlamni farzandlarga yaxshi tilaklarim. Umri boqiy. Masalan, o'sha yaxshi zamon yetishsin. Rahmat Farhodjon, samimiy tilaklaringiz uchun, istaklaringiz uchun. Endi mana sinfdoshlarni, Ilhomjonning do'stlarini o'ng quloqingiz bilan eshitdik, chap quloqingiz bilan eshitdik. Sinfdoshlarni Ilhomjonni davramizga raqs xushmolikka taklif etamiz. Hali pretenziya qilyapti, aytmadingiz deb. Mana endi aytay, sinfdoshlarni, davramiz sababchilarini, bobolarni davramizga raqs xushmolikka taklif etib qolamiz. Navbatda esa yana Bulbul Navoz, Xushovoz xonandalarimizdan Surxon guruhidan eshitamiz. Davramiz ahlini raqs shaydolarini davramizga raqs xushmolikka taklif etib qolamiz. Surxondaryo qizlari elga elam bo'lguday qizaradi yuzlari Surxondaryo.
Köprünün yolundan kalmayı, gözümden köprünü çatlayan. Kırçası uğraşan varmayan, aslında ay gözüm patlayan. Köprünün yolundan kalmayı, gözümden köprünü çatlayan. Oyna oyna Gülperi, yana oyna Gülperi. Herkes canını gülür, yana oyna Gülperi. Hey yana, vay yana. Çıkanlara biledir. Dağlarda bu başında sabır çıkanlara biledir. Bu dünya kırgınca yapmasan, sevgiler bu dünya bakmasan. Bir baksan bu dünya bir işler, bakmasan başına bakmasan. Bu dünya kırgınca yapmasan, sevgiler bu dünya bakmasan. Bir baksan bu dünya bir işler, bakmasan başına bakmasan. Oyna oyna Gülperi, yana oyna Gülperi. Herkes canını gülür, yana oyna Gülperi. Hey yana.
Marhamat o'quvchilar.
darladı. Birden ayrılıp bakmaysan, menga bu azabım darladı. Saçı sırtıma darladı, hamadın kalbime darladı. Birden ayrılıp bakmaysan, menga bu azabım darladı. Oyna oyna gülperi, yana oyna gülperi. Akadarını güldürüp, yana oyna gülperi. Hey yara, vay yara. Kechasi uxlashga bormagan, orqada oyimni topmagan. Ko'nglining yo'lidan qolmagan, o'zimdan ko'nglimni chalmagan. Kechasi uxlashga bormagan, orqada oyimni topmagan. Ko'nglining yo'lidan qolmagan, o'zimdan ko'nglimni chalmagan. O'yna o'yna gulpari, yana o'yna gulpari. Aka jonini kuydirib, hey yana o'yna gulpari. Hey yara. Hey yara. Başımda davranın geledi, yollasam şamalın geledi. Başımda davranın geledi, yollasam şamalın geledi. Dağlara mutlayan başımda, savcı kallara geledi. Dağlara mutlayan başımda, savcı kallara geledi. Bu dünya bir gece yapesem, zihmeden bu dünya babesem. Baksan bu dünya bir kışta, bakmasın başımda babesem. Bu dünya bir gece yapesem, zihmeden bu dünya babesem. Bakmasın bu dünya bir kışta, bakmasın başımda babesem. Oyna oyna gülpari, yara oyna gülpari. Arka canını güldürüm, yara oyna gülpari. Hay yara, vay yara. Merhaba dostlar. Dostum aydan köşesine bağlarım, Sikrim aydan çar yüzüne bağlarım. İzlenemem oynanamam o şarkını, Söyleyenler dillerine bağlarım. Yüzden şırmanım, yüzden şırman, yüzden şırmanım, yüzden şırman. Gözlerden dünya, gözlerden canan, gözlerden dünya, gözlerden canan. Girdiğim mahallenin konağına, İzleyenler tanıyor sapını. Akbolda bir tezgahına girer. Yüzden şırman edin, yüzden şırman, yüzden şırman edin, yüzden şırman. Gözlerden duruyor, kökerde canan, gözlerden duruyor, kökerde canan.
yana ayrılıp bakmaysan nega bu azabım var oyna gülpari yana oyna gülpari hayda canını bildirim yana oyna gülpari Ağzımda ayrılıp parlayan Köprünün yolunu parlayan Özümden yolunu çalayan Gecesi uğraşan parlayan Ağzımda ayrılıp parlayan Köprünün yolunu parlayan Özümden yolunu çalayan Oyna oyna gülpari Yana oyna gülpari Herkes önüne güldürür Hey yana oyna gülpari Hey 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 Yöndesem şamalı keladı Başında davanı geladı Yöndesem şamalı keladı Dağlarda buzbalar başımda Savcı konaga beledi Dağlarda buzbalar başımda Savcı konaga beledi Bu dünya türgünce yöndesem Sen bilen bu dünya var desem Bir basan gülüne bekleşler Bakmasan başında dört desem Bu dünya türgünce yöndesem Sen bilen bu dünya var desem Gözleri geldi hırçın kar geldi Kızıl yürek özümüzden kıymasına gel Yolları durlar çıksam geldi Gözlerden duruyorlar, kimlerle çoğalar Mahallalı hola girer İzlegenge tanıyordur satıldı kız Akbotu kadirdi düzgü hola girer Yüzden şırman idi, yüzden şırman Yüzden şırman idi, yüzden şırman Gözlerinden duyuyorlar, kökerli canan Gözlerinden duyuyorlar, kökerli canan Hey, kale çapacılık şübü berishar. Erkin aka marhamat, yaxshi tilaklaringiz, istaklaringiz. Xudo ming qala shukr. Olam bor, aytilgan insonlarga, har bir kelgan hamshahrilarga, qarindoshlarimga olam bor aytgan gaplarga qo'shilaman.
Mana bizlar o'zlari aytganda Termiz azimidan keldik. Mana shunday insonlarni to'ylariga qatnashtirib biz juda ham xursandman. Mana Tojikistondan, Begoboddan, hattoki kelinki Afg'onistondan kelgan do'stlarimiz bor, lekin hech kim e'tibor bermaydi. Sabab hammamiz qidirib chiqar. Nima desak ham hammamiz bir insonmiz. Kim qat'iy nazar bo'lishimizda qat'iy insonmiz. Mana shu insonligimizni hech qachon unutmaylik. Hammamizning ma'rakamiz bir, to'yimiz bir. Mana shunday davrlarda qilib, mana shunday davrlarga, mana shu jiyanlarim borini 2 yil, 3 yil to'plab to'kkanlar uchun katta rahmat. Mana shu keladigan bayramlarimiz uchun, mustaqilligimiz uchun, vatanimiz uchun mana shuni to'ylab bergani bizga shon sharafdir. Do'stlarim, hamma aytish mumkindir. Bu dunyoda hayot bir marta keladi. Lekin shunday kelganda ham shunday yaxshi yashaylik-ku. Do'stlik, birodarlik, qarindoshlik hech qachon uzilmasin. Eng kamimiz mana shunday bo'lsin. Hamisha darsxonamiz non to'kinga obod bo'lsin. Suvday har kuni zar bo'lsin. Eng kamimiz mana shu quyoshda bo'lib, yarqirab, oyday bo'lib yuraylik. Mana shu Canım, İlhamjon, mana shu uzoq yaqindan kelgan do'stlarimiz shunday izzatli, hurmatli bo'lib o'taylikki, hech qachon o'ksmaylik. Iltimos, kamligimizni eng kamimiz mana shunday bo'lsin. Ko'ngilimiz shunday bo'lsin. Ko'nglimiz joriy bo'laylik. Hech qachon birodarlik do'stimizga aylanmasin. Men shuning uchun men sizlardan iltimos qilardimki, bu hayotda bir marta hayotda kelamiz, vatanimiz uchun, o'zimiz uchun. Minnat qilaversam, mana shu yurtimiz uchun yashaylik. Bolalarimizni shunday o'stiraylik-ku, mana shu vatanimiz uchun murakkab, bahriman, mana shu vatanimiz uchun jonimizni kuydiraylik. Hamma mana kelyapti. To'g'ri. Bizning dushmanlarimiz ko'p, chetdan, boshqalar ko'p. Lekin hech kim mana shunday qilmaydi. Iltimos, mana shu yaxshi o'tkazaylik to'ylarda eng kamiz mana shu iltimos. Rahmat Erkin aka, samimiy tilaklaringiz uchun. Sizga ham sog'lik, salomatlik, ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Hozirgi so'z navbatdagini xizmatdagi do'stlarimizga beramiz. Mana bugun davramizda shirin taomlar tayyorlagan akamiz, tasvirchi ukalarimiz, davramiz sababchilarining bobosi Sodiq Bahramjon ishtirok etyaptilar. Qolaversa Rahmat akam, mana bugun davramizda ukuni 20 yillikda ham shirin taomlar tayyorlagan pazanda akamiz, mana shu dasturxonlarni yasatgan akamiz, mana shu yerda qo'shnisi Ilhomjonni, yon qo'shnisi Devol Darmiyon, qo'shnisi Rum akam ishtirok etyaptilar. Rahmatli akam, hozirgi so'z navbatini rahmatli akamizdan eshitsak, tayyorlanib tursin. Tasvirchi ukamiz Bahramjon ham. Rum aka, marhamat, Rum akaning yaxshi tilaklarini, istaklarini eshitib qolamiz. Qarindosh urug'lar, qo'ni-qo'shnilar xizmatga bel bog'lab qaryon chopishar. Sevgini tarannum etguvchi bu sho'x navo, jajji o'g'lonlar jo'shqin olqishlar. Mehmonlar qani to'yga kelinglar, kelinglar, to'yga kelinglar. Marhamat, keling aka davramizga bitta yaxshi tilaklaringiz, istaklaringiz Barnoxonga, Ilhomjonga, nabiralaringizga bo'lsin. Raqsi bilan bitta raqsi bilan. Bo'ladi. Bo'ladi, albatta bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, do'stlar, yor birodarlar, opalar, singillar, onalar, otalar. Mana shu to'yxonada o'tirgan barcha do'stlar,
Men tabrik so'zimni boshlashdan oldin avvalambor onaxonlarimizga, opalarimizga, singillarimizga, barcha yori do'stlar, ona, ota-yu opa singillariga o'zimni ko'nglimdagi chin do'ldan bo'lgan, chin yurakdan bo'lgan salomni iltifot qilib sarf etaman. Hurmatli akalar, ukalar, do'stlar, yorlar. Mana shu xonadonning aziz mehmonlari, mana shu xonadonga kelgan yori birodarlar, do'stlar, og'aynilar. Sizlarga ham men chin yurakdan o'zimni oilaviy salomimni, qo'shnilik chin yurakdan do'st, mehr, oqibatlik tilagimni sizlarga izhor etaman. Hurmatli aziz mehmonlar, do'stlar, birodarlar. Mana shunday to'yona do'stlar davrasi, og'aynilar jamoasi doimo bo'lib tursin. Og'aynilar birikib tursin. Jamoa ahli o'sib tursin. Yig'inlar yig'ilib tursin. Ahallar o'sib tursin. Momalar bag'ridagi nevaralar qiy-chuv qilib yursin. Bog'lar oldida salomin, assalomu alaykum boboy momo deb tursin. Yaxshi-da bir tomondan rais bova. Momalardan oldida nevaralar choy desa, assalomu alaykum moma, assalomu alaykum bobo deb turgizsa qanday shirin. Meni hozir ko'rib turib bu yerdagi o'tirgan momalar va bog'alaru hammasi hayron qolishi kerak. Bu nima shunday deyaptilar deb. Xudoga shukr, meni ham nevaralarim bor. Bolalarim bor. O'shaning uchun men hozir aytmoqchi bo'lgan gapim shundan iborat. Dunyoda hammaga to'y buyursin, tantana buyursin. O'yin kulgi, shodlik buyursin. Topganini to'ylarga buyursin. Doimo otalar, onalar bazmiga buyursin. Xursandchiligiga buyursin. Alloh tepadan turib aytibdir. Ne uchun ona tepada turibdir? Otam kechasi uxlagani yo'q edi. Onam tinmay uxlamay chiqdi. Otam xursandchilikda ichib chiqqan edi. Onam yig'lab chiqqan edi. Endi men harakat isbotlarini men aytmayman-ku, lekin men bir narsani tilagini aytmoqchiman. Mana shu shirin do'stlar bazmi keng bo'lsin. Og'aynilar biriksin. Dunyodagi barcha jamoa do'stlar ahil bo'lsin. Momalar moma ahlini tuzsin. Bobolar bobo ahlini tuzsin. Bobolar meni oldimga kelib turib, bobolar ahlini tuzamiz desaga, men aytaman, momalarga ham qo'shamiz deyman. Qanday bo'ladi, rais? Dunyomizda tinchlik abadiy bo'lsin. Mana shu uydagi, ro'zg'ordagi xonadonga tinchlik abadiy bo'lsin. Sog'lik doim ato etsin. Men bularga uzoq umr, baxt, saodat, tinchlik tilayman. Umrlari barqaror bo'lsin. Shu bolalari ham ota-onasiga, momalariga uvali o'xshagan, uvali juvali mehribon bo'lsin. Doimo xursandchilikda umrlari o'tsin. Rahmat rais so'z berganingiz uchun. Rahmat Ro'mon aka, rahmat aka, yaxshiliklaringiz uchun, istaklaringiz uchun, samimiy so'zlaringiz uchun. Sizni faqat ko'mich ishlaydi desam, salkam shoir ekansiz aka. Endi nabira bor sizlar to'g'ri Rasul Ruslanjonni to'yini o'tkazganmiz.
hozir nabirangiz bor, nasib o'ssin, ulg'aysin. Nabirangizni to'yida ham xizmat qilaylik aka. Zamonimiz tinch bo'lsin, sizga rahmat. Hozirgi so'z navbatini Sodiqov Bahromjondan, davramiz sababchilarining bobolaridan, tasvirchi ukalarimizdan eshitamiz. Davramizga Bahromjonni taklif etib qolamiz. Do'stlar, keling, dunyoni shod etaylik. Bugungi bazmi Jamshidni bor etaylik. Do'stlar yig'ilib qadah ko'targanda, jamiljam bo'lib bugungi kunni xushnud etaylik. Marhamat. Bahodir aka, sizga katta rahmat so'z berganingiz uchun. Mana yuqorida yaxshi gaplar bo'ldi. Sizga ham katta rahmat aka. Shuncha gap bilan, shu kalla bilan sho'rshida yuribsiz. Shu Oxamjon, mana shu nevaralarimiz sababchi mana shu davrada shunday yig'ilgan ekanmiz. Jamiki mana shu do'st, urug', aymoq, mana momalarimizga, xolalarimizga, opa-singillarimizga doimo sog'lik. Ayniqsa mana shu nevaralarimiz kelajakda juda bir ajoyib inson bo'lib yetishsin. Ayniqsa Islomjonimizga mana bobolar nomidan, o'zim nomidan shu qalbda shu nevaralarimizga uzoq umr, shu enasini, otasini baxtiga doimo sog' bo'lsin. Nevaramiz yuzga kirsa, nasib bo'lsa shuni kelin to'ylarida ham xuddi mana shunday jam bo'lib, Zafarjonga ham katta rahmat, shuncha uzoqlardan, boysinlardan kelib dalshi bo'lishi qilib yuribdi. O'shaga ham katta rahmat. Qarashchi, hammaga sog'lik. Nasib bo'lsa yana shu visol oqshomlarida xuddi mana shunday o'tiraylik. Rahmat, raisova. Endi ko'rdinglarmi buni? Shundoqsan. Rahmat yaxshi tilaklaringiz, istaklaringiz uchun Bahromjon, rahmatli aka. Sizlarga sog'lik, salomatlik, ishlaringizda, hayotingizda ulkan rivojlar hamisha hamroh bo'lsin. Umar Hayyom bobomizdan bitta aytib beramiz. Qo'limda bo'lsa bir-birda oq bug'doy noni, bir kasa sharobi, bir qo'yni soni. Dilbar bilan mayli vayronadamiz, bu ashni topolmas jahon sultoni degan ekan mashoyixlarimiz. Mana xizmatdagi do'stlarimizdan yaxshi tilaklarni, istaklarini eshitdik do'stlar. Hozir davramizga yana Surxon guruhini taklif etib, chiroyli raqslarga aziz mehmonlarimizni, bakovullarimizni, xizmatdagi do'stlarimizni, Ilhomjonni sinfdosh do'stlarini, davramiz sababchilarini, tog'olarini, momolarini, xolalarini, ammalarini, yangayu boldizlarini raqs tushmoqlikka taklif etib qolamiz. Xazon yaprog'i yangilik, gul yuzing hajrida sarg'ardim. Ko'rib rahmaylagil ey lolaru, bu chehrai zardim. Qo'ymading sarkashligingni sardek hargiz, oyog'iga tushib bargi, xazondek buncha yolvardim. Falakni tani tarifi menga bobir barobardir, bu olamda o'zimni uchun yomon yaxshidin o'tqardim. Marhamat.
Kuzum aydan köşesinden fal varır, Sikrim aydan şart yüzünden fal varır. Yüzemem oynamam o şarkılar, Sözle gelme dillerine fal varır. Yüzden ışırmam, yüzden ışırmam, yüzden ışırmam, yüzden ışırmam. Gözlerden duruyor, tükenme canım, gözlerden duruyor, tükenme canım. Sizler olsun
O'zbegim qizlar, shirmoydek yuzlar, feruza ko'zlar, qizg'ona o'zim. 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 Hey,
yaram ayrılık bakmaysan Bige bu azabı bakırdın Saçı sazıma doğradın Kalmadın gözüme doğradın Yaram ayrılık bakmaysan Bige bu azabı bakırdın Öyle gülbari Yana öyle gülbari Ayda canımı güldürüp Yana öyle gülbari Hayır Vay soğuklaşan parmayan, ağzımda ayrılıp parlayan Kömrünün yolundan parmayan, gözümde gönlümün çatlayan Gece soğuklaşan parmayan, ağzımda ayrılıp parlayan Kömrünün yolundan parmayan, gözümde gönlümün çatlayan Oyna gel gari, yana oyna gel gari Arka canını güldürüp, yana oyna gel gari Hayır Sabırcı kalırga bilelim Dağlarda bu var başımda Sabırcı kalırga bilelim Bu dünyada yüce yemesen Sevgili bu dünya bağlısan Yapmasan bu dünya bekleştir Olmasan başımda kalırsan Bu dünyada yüce yemesen Sevgili bu dünya bağlısan Yapmasan bu dünya bekleştir Olmasan başımda ularni charaqlatib yoqib qo'ygan Sveta musiqachi ukamizga, Bahromjon bobosiga, tasvirchi ukamizga, Surxon guruhiga, hofiz do'stlarimizga, Begmatjon, Faxriddinjonlarga, Bahodirjonlarga, jamiki qaro ko'zlarimizga, yaxshi niyatli insonlarimizga mingdan ming rahmatlarimizni izhor etamiz. To fayzli xonadonning fayzli oqshomlarida, fayzli kechalarida, Ilhomjonni farzandlarini yanaki to'ylarida, mana shu fayzli xonadonni yanaki oqshomlarida, quvonchli kunlarda ko'rishguncha xayr deymiz. Sog' omon, shod-xurram bo'lasizlar. Mana shu davramizda Surxon safhozdan tashrif buyurgan Ilhomjonni jiyanlari, Bahromjonlarni, aziz mehmonlarimizni talabiga binoan yana bir juv aytib berasizlar. Begmatjon, uzr. İşe doyduğum Allah'ı canımı alarım Bana zalim dilberi nami kurbanım var benim Ayah jalan, orang ahli umrah, anda
dağları Kuşlar sarılaşı sağlık Kur'an'ın barları Sardadır gösterdiğin ağlanca o şahı cahan Düştü aşıklar eğildi dadına avutman Zulüm açıklanları aşık takıldı her zaman Perdeli husni satıp çağlarını küldürdü ama Kıranayın nasıl sağlık Kur'an'ın barları sarmalı
Binoan Farhodjonning talabiga binoan oxirgi bir juftlarni hofizlarimizdan so'raymiz. Rahmat. Mana yana bir juft bo'lsin deyapti. To'yxona sohibi Ilhomjonni rayini qaytara olmaymiz. Bugun quvonchli oqshomi, farzandlarini to'yi albatta. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Mana bunaqangi quvonchli oqshomlarda qilganlar bor, qilmaganlar bor. Bugun shahrimizda to'y ko'p. 99 mingta to'y bo'lyapti hozir. Har bitta ko'chada ikkitadan to'y bo'lyapti. Lekin mana xursandman. Mana bugun davramizda buyuklar yig'ilgan. Ilhomjonni shunday qara ko'zlari bor ekanki, mana chiroq ustalari ham, tasvirchi ukalarimiz ham, men o'zim bilaman-da ularni. Elektromonteur akalarimiz ham, qolaversa mana Shuhrat akam mana shu davramizdan qimillamay turibdi, agar chiroq bo'lsa, hozir 250 tok beraman deb. Mana shularga xursandman, chunki buyuk insonlarni to'y bo'lyapti hozir. Bizlar mana shu Ilhomjonni to'yiga va'da berganmiz. Bugun Ilhomjonni to'yida xizmat qilyapmiz. Bahramjonlar, mana bundan xursandmiz. Begmanjon, marhamat.
kayırıp bakmaysan Çünkü bu azabım ballarım Oyna oyna gül pari Yana oyna gül pari Arka canını güldürüp Yana oyna gül pari Hay vay pari Asmanda ay kızı parlayan Köprünü yolundan kalmayın Vursundan gönlünü çalmayın Keçe sarıp taşa varmayan Asmanda ay kızı parlayan Köprünü yolundan kalmayın Vursundan gönlünü çalmayın Oyna oyna gül pari Yana oyna gül pari Arkalarını güldürün Yana oyna gül pari Hayyare Başında damarı gelerdi, yalnızın zamanı gelerdi. Başında damarı gelerdi, yalnızın zamanı gelerdi. Dağlardan babanın başını, savcı kalaya bilerdi. Dağlardan babanın başını, savcı kalaya bilerdi. Bu dünya durunca yanarsan, sevgiler bu dünya bakırsan. Bir baksan bu dünya bekleşler, başlasın başını kapırsan. Bu dünya durunca yanarsan, sevgiler bu dünya bakırsan. Bir baksan bu dünya bekleşler, başlasın başını kapırsan. Oyna oyna gül pari, yana oyna gül pari. Arka canını güldürüp, yana oyna gül pari. Hay yare, vay yare.
Bizlar xizmat qilganmiz mana shu guruh bilan. Juda chiroyli bo'lgan, bularning ko'ngli kengligidan bu dalolat. Bularning mehr oqibatligidan bu dalolat. Bugun mana nabiralarning to'yini Umrun Sayangamiz, Normurat akamiz bosh bo'lib mana shu yerda turib, birovimizga xalaqit qilmasdan bizlarni, sizlarni kutib olib, mana shunaqangi mehmon qilib, mana shunaqangi nabiralarning to'yini o'tkazdilar. Umrlari boqiy bo'lsin. Nasib bo'lshat, mana shu nabiralarning to'ylarida ham bosh bo'lib tursinlar. Ilhomjonni va Barnoxon kelinimizni topganlari doim to'ylariga ketsin. Bu oqshom davramizda xizmat qilgan jamiki qarov ko'zlarimizga, shirin so'zlarimizga
Rom akamga, tasvirchi ukalarimizga, Bahramjon, Odiljonlarga, Surxon guruhiga mingdan ming rahmatlarimizni izhor etamiz do'stlar. To Fayzli xonadonning fayzli oqshomlarida, fayzli kechalarida ko'rishguncha xayr, sog' omon, shod va xurram bo'linglar. Rahmat san'atkorlar. Super oqshom